2025-yili taqqazalik bilan saqlaydigan Bollywoodning 15 cho'ng nodir filmi ko'rib beqinglar. Birinchisi Avarta 3-bölüm. Endi afanda bir ishki payz ishlangan shundan hammamiz yaxshi ko'rgan. Buning 3-bölümü axborotlarga asoslanganda 2025-yili 12-oyning 19-kuni Kamini Pekir Jugo Qadining tug'ilgan kunda qo'yildi-ki, tug'ilgan kun maraklaydigan o'xshaydi. Endi buning daviyansi yenilar shu James Cameron 3-bölümünü qandaq payz mazmunlar, qandaq nochitlar şovlar chiqar. Birinchi bölüm, ikkinchi bölümni ko'rgandan keyin qandaq ta'sirot berishdi ular. Menimcha ikkinchi bölümü birinchi bölümga yetmaydigandek his qildim men. Ikkinchi nodir film Amerika kapitani 4-bölüm Nego Duyjangning 4-siga. Endi buni 2025-yili 2-oyning 14-kuni oshiq mashhurlar kuni qo'ydik. Burun biz kichik vaqtimizda 2-oyning 14-kuni qizil yupurmakni qo'yib berdik, shunami? Endi bu qatim Amerika kapitani 4-ni ko'rakmiz. Üçüncüsü Diyejong diye 8, yani imkansız vazifaning 8-bölümü. Endi buningki baş personaj Tom Cruise, Mayben Amerika nusqatki Chonglong deb nomlagan, yani Chonglongga o'xshashlar shunda xatarga tavakkul qilib ishlaydigan, kinodagi nurg'un xatarlik rollarni tabiiy rost yuz oladigan, shunday artist buni kinolarini bak yaxshi ko'rdi. Endi bu qatim ko'rib baqili qanday noch chiqdi. 4-si Juro Shijening 4-bölümü. Endi buning birinchi, ikkinchisi nom qozongan shunday, endi 4-bölümida yana qanday voqealiklarni keldi. Bu film 2025-yili 7-oyning 2-kuni Shangyong bo'ldi. 5-si Chowrin, ya'ni xosiyatli odam. Ham bu xosiyatli odam DC'ning filmi. Maqatim ishlagan Chowrin burunqisining munosabatlik burunqisining 2-chi, 3-bölümü emas. Ayrim bir ishlabdi. Bu qatim yaxshi Marvel'ga jang e'lon qilib, bahno ishlatamiz. Texim yosh, texim jazbdor bir Chowrin o'tirib chiqamiz. Bu film 2025-yili 7-oyning 11-kuni qo'yildi. 6-si Shunchi Susha Dibu, ya'ni sirliq to'rt palvon. Buningdagi ham ba'zi rolchilarni almışıptı. Bunun yeni bir hikayeni bizge eklemiş. Bu film 2025-yili 7-oyning 25-kuni qo'yildi. Sizlar 7-oyda ko'rgan filmlar xeyli ko'pga. 7-si Tianji Junxunning 11-bölümü. Tokara degan shu. Burunqlarini ko'rgan bo'g'aytinglar. Ajoyib jiddiy voqealik, ham qo'rqinchli desek bo'ldi. Men bak yoqtirdim. Buning 11-bölümü ham de 2025-yili 9-oyning 26-kuni Shangyong bo'ldi. 8-si Janshin. Ham de bu burun ko'rib baxmagan bir filmga yangidan chiqarmış. 2025-yili 10-oyning 10-kuni Shangyong bo'ldi. 9-si Marvel'ning yeni bir esl filmi Lethal Tog'ungdi. Hamda buningda He Guafuning sonsi, Arliqda Meyduyning o'rniga almashgan Amerika kapitani, He Guafuning dadisi, uning kayindan yerilik tushumlardan chiqadigan, yo'q qiladigan qiz bola, andin Meyduyning og'in Dongbin qatorliqlar bir atrat bo'lib, Fujo'liyamodak bularning ayrim bir voqealik chiqadi ekan. Makinani qizidigandek qilib turdim. Hamda bu kino 2025-yili 5-oyning 5-kuni Shangyong bo'lamiz. Hem Qısaskarlar ittifaqı 4-bölümde Gantesha, He Guafu, Amerika kapitani qatorliq nurg'unlar yo'qolgandan keyin buningdan keyin bir yaxshi kinosi chiqmagan Marvel'ning buni qiziqtirdi. Hamda o qiziqtirib qoldigandek turdi. 10-si Michi Shichiho. Hamda buningki burun Michi Chi deb bir kinosi bakan to'q ko'rib baxmab ekanman. Buni back note kino deydi. Hamda uning ustiga bu 2025-yili 1-oyning 31, oyning 5 yili qo'yildi ekan. 11-si mana men taqozolikdan kutgan bir film Jinken Model Pen'ning 3-bölümü. Bunun 1-2 bölümünü 5 yoqtirdim men. Bulupmi 1-bölümünü? Sizlar yoqtiramdinglar. Ajoyib Nochi Magulning siyirgarligi, bulup meni gipnoz qilgan qo'yga bak amraqmanchu. Rolni yaxshi yapatgan. Bak qolsa endi boshning 3-bölümünde hem katta bir voqealik chiqarmış. Ko'rib baqili buningkini. 12-si Jingbian Arshbanian. Bu 2025-yili 6-oyning 20-kuni qo'yildi-ki, bu qanday qarab kino hamdi. 13-si Megan 2.0 deydi. Bu 2025-yili 6-oyning 27-kuni qo'yildi-ki, bu yangidan chiqargan bir nodir Kungbupian qo'rqinchli kino qiziqtirganlar diqqat qilib qo'yinglar. 14-si F1. Endi bu F1 musobaqa avtomobilining hikoyasi bayon qilingan. Angelina Jolie'ning eri Shimis Foreign Aerial'la urushib turgan. Naq shu bosh rol olib chiqibdi. Makinom qizidigandek qilib turdi. Endi 15-si oxirgisi Jinring Paydaning 2-bölümü deydi. Men buning birinchisini ko'rmab ekanman. Astama chiqish ko'rib baxsam bo'g'dak. Bumi 2025-yili 10-oyning 24-kuni Shangyong bo'ldi. Endi mana Bollywoodning kinolarini yoqtiradigan boshqa nodir kinolarga qaraqlar, ma'qullarga diqqat qilib qo'ysak bo'g'dak. Yoqtiradigan do'stlar, meni go'nji qutlular davomli yangi uchurlar qolsa, tang ham baxtlayman. Rahmat.